bizlarda nasldan o'tgan. U qachon erkaklik gormonni sezsa, mana qon tomir, mana sochildi. Sezdi, qon tomirdan o'zini olib qochadi. Masofa qancha uzoq bo'lsa, shuncha uni oziqlanishi buziladi. Ovqat qayerdan yerdi u? Qon tomirdan olardi kislorodning suvini. Endi o'sha kamaydi produktasi uni. Shuni hisobdan to'kilib qaytib chiqqan soch oldingidek uzun bo'la olmaydi, noziklashib qolaveradi. Endi ikkita masala bor biz oldimizda. Birinchisi, qon tomir ichida normada erkaklik gormoni bo'lsa, bu kamroq sezsa, normadan ko'p bo'lsa tezlashib ketgan bo'lishi ham mumkin. Bir. Ikki, agar normada bo'lsa, nima qilamiz? Faqat ovqat beramiz sochga tashqaridan. Chunki kasallikni boshqacha davolash, kol suradigan, ichadigan. Bizlarni bergan ovqatimiz evaziga soch yaxshi o'sishni boshlaydi. Bir kun kelib ovqat berishni to'xtatib qo'ysangiz nima bo'ladi? Yana och qoladi. Xuddi shunaqa. Vaqtinchalik qoladi. Yomon taraf shunda.